Assalomu alaykum. Xayrli kun. Bugun sizlardan kelgan eng ko'p savollarga eng asosiylaridan biri bo'lgan qo'rquvlar mavzusida savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan men Sitora Bonag'aybullayev, psixolog, coach, motivator. Xo'p, o'zi qo'rquvlar nima va qachon paydo bo'ladi? Qanaqa qilib ulardan bir umrga qutulsa bo'ladi, voz kechsa bo'ladi? Umuman o'zi qo'rquvlardan butunlay xalos bo'lish mumkinmi degan savollar juda ko'p keladi. Yordam bering, menda qo'rquvlarim bor. Qanaqa qilib ularni mustaqil ravishda ishlasam bo'ladi yoki qo'rquvlardan bir umrga qay tartibda inson xalos bo'lsa bo'ladi? Yordam bering yoki qo'rquvlar bo'lishi normalmi degan savollar bor. Endi qarang, har qanday inson o'zini boshdan har qanaqangi kunni, ya'ni har qanaqangi holatni boshdan kechirar ekan. Unda qo'rquvlar bo'lishi tabiiy. Misol uchun, yaqinlaringizni yo'qotganingizda, sizni holatingizda, hayotingizda kutilmagan voqealar ro'y berganida yoki ayni bir holatda sizni qattiq ta'sirlanganingizda qo'rquvlar bo'lishi tabiiy. O'zi qo'rquv nima? Qo'rquv bu insonni ong osti va ong osti dasturlarida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ustanovkalar mavjudligi, ya'ni iqrorliklarning mavjudligi. Misol uchun deylik, keling, siz agar samolyotda uchishdan qo'rqasiz, qachon qo'rqasiz? Qachonki sizda, ya'ni sizni aqlingizda samolyotda kimdir uchib, o'sha samolyotda portlab ketgani yoki o'lib qolgani yoki yaxshi emas holatga uchragani haqida siz aqlingizda yetarlicha fakt bo'lsa, aynan sizning aqlingiz sizni bu holatdan qutqarish maqsadida sizda qo'rquv reaksiyasini uyg'otadi. Ya'ni demak, qo'rquvlar bizga dushman emas ekan. Siz o'ylagandek ulardan bir umrga xalos bo'lish kerak emas ekan. Demak, qo'rquvlar sizni hayotingizda, bizni hayotimizda insonlarni ularning hayotida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan va insonga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan holatlardan himoya vazifasi ekan. Ya'ni sizning aqlingizda, ya'ni ong ustida agar samolyotda uchsam o'lib qolaman, nega? Po faktu keladi. Faloncha yilda faloncha odam samolyotda uchgan edi, o'lib qolgan edi, yuragi to'xtagan edi, samolyot portlagan edi va hokazo degan axborotlar bor. Va siz tabiiy ravishda samolyotga chiqishingiz bilan o'sha panichniy sostoyaniyaga tushib boshlaysiz. Nega? Chunki sizning aqlingiz samolyot bu yomon, inson o'lishi mumkin, inson nobud bo'lishi mumkin, inson kasal bo'lishi mumkin degan funksiyani o'zida ushlaganlik sababli siz samolyotga chiqishingiz bilan sizda avtomatik ravishda himoya mexanizmi ishlash hisobiga siz nafas olishingiz tezlashishi, kaftlar terlashishi, o'zingizni yomon his qilishingiz mumkin. Bu qo'rquvning alomatlari hisoblanadi. Demak, qo'rquvdan qanaqa qilib bir umrga xalos bo'lsa bo'ladi? Qo'rquvdan bir umrga xalos bo'lish uchun inson ong osti va ong usti dasturlaridagi ustanovkalarini bir-biriga to'g'irlab olishi kerak. Qanaqa qilib buni to'g'irlab olsa bo'ladi? Bu uchun men sizga avvalo tavsiya qilgan bo'lardim mutaxassis bilan birga ishlashingizni. Chunki aynan mutaxassis bilan birga ishlaganingizda sizni boshqa, ya'ni qo'rquv bilan ishlash jarayonida tushib qolishingiz mumkin bo'lgan yaxshi emas holatlardan sizni himoyangiz bo'ladi. Chunki mutaxassis aynan bu yo'nalishda oliy ma'lumotli diplom egasi. Mustaqil holatda ishlaganingizda sizda panichniy sostoyaniyadan chiqa olmaslik yoki o'sha holatda chuqur qolib ketish evaziga boshqa kasalliklarni chaqirish holatlari bo'lishi mumkin. Shu sababli birinchidan sizga tavsiya qilgan bo'lardim, aslida sizning qo'rquvingiz nimadan? Uni sizni aqlingizda qaysi faktlar bilan siz o'zingiz saqlab qolgansiz, ya'ni saqlaniz qilgansiz, o'shani topish kerak bo'ladi. Va eng asosiysi, bu sizni nimadan himoya qilmoqchiligini bilganingizda, ya'ni asosiy ustanovkangiz, ya'ni iqrorligingizni topganingizda, uni hayotingizdan bir umrga olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Va eng muhimi, unutmangki, qo'rquvlar insonning hayotida bo'lishi bu normal. Faqat me'yordan oshib ketganda u insonning hayotida patologik ko'rinishga keladi. Misol uchun deylik, hali siz o'lmadingiz, lekin o'lishdan qo'rqib yashaysiz. Bu o'sha patologik ko'rinishdagi qo'rquvlarga kiradi. Ya'ni fobiya ko'rinishidagi qo'rquvlarga kiradi. Ya'ni insonning hayotida hali bo'lmagan, lekin bo'lishi mumkin deya o'zini bu holatdan xuddiki himoya qilgan kabi doimiy qo'rquvlarda yashash insonning sog'ligiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda eslatib o'taman, yaqinda 5-sentyabr kuni Barokatli 20 kun marafonimni 4-potoki start oladi. Juda ham ko'p SMSda yo'llagansizlar. Xo'p, o'zi Barokatli 20 kun marafoni nimalardan iborat? Nimaga bunaqa nom bilan qo'ygansiz? Unda kimlar qatnashsa bo'ladi? To'lovli
ishtirok etish masalalari qanaqa tartibda bo'ladi degan savollar yo'llagansizlar. Xo'p, nimaga men buni barokatli 20 kun nomi bilan nomlaganman? Sababi sizning hayotingizda haqiqatda fayzli, barokatli bo'ladigan 20 kun bo'la oladi. Misol uchun siz agar bundan oldin boshqa psixologlarda o'qigan bo'lsangiz, ishtirok etgan bo'lsangiz, kurslarida, treninglarida, marafonlarida siz bilasiz, har bitta seminari, treningi, kursi o'zini yo'naltirilgan mavzusi bo'ladi. Misol uchun oila, farzand tarbiyasi, art terapiya va hokazo. Lekin ayni bizni marafonda deyarli siz hammasini topasiz. Art terapiya, farzand tarbiyasi, oila, er-xotin munosabatlar, turmushga chiqish bosqichidagi qizlarimizni oilaga tayyorlash, ota-ona munosabatlari, er-xotin munosabatlari, hammasi, ya'ni sizning hayotingizda kerak bo'ladigan va sizning rivojingizdagi transformatsion davr deymiz, buni bizning tilimizda. O'sha davrni 20 kunini mutaxassis bilan birgalikda, eng muhimi, hamma sizni hayotingiz sferasi, hamma hayotingiz jabhalarini qamrab olgan universal marafon bu. Ya'ni bizda faqatgina bitta pul yoki bitta ota-onaga ishlanmaydi. Ya'ni ayni o'zi, misol uchun sizni pulingizni, siz nima deydi, bizda pul uстановкаларning, pul bloklarini yechilishi o'zi bu juda ham zanjir ishlanadigan sistema. Buni mutaxassislar tushunishadi. Ayni bitta sizni faqatgina pul liniyasida sizda ishingiz zo'r bo'lishi uchun faqatgina bitta o'tirib olib, buni master-kit bilan ishlash sizga faqatgina bir umrlik natijani bermaydi. Bu uchun avvalo ishlash kerak bo'ladigan boshqa joylari bor. Aynan shu sababli marafon sizga hayotingizdagi hamma jabhani 20 kun davomida mutaxassis bilan birga ishlash imkonini beradi. Nega aynan 20 kun degan savol berishingiz mumkin. Biz bilamizki, insonning ong osti va ong usti dasturlari bor. Va insonning hayoti asosan uni ong osti dasturlarini, ya'ni insonning ongsiz ravishda tanlovlardan iborat. Aynan o'sha dasturlar, ya'ni ong osti dasturlari eng kamida minimal kunda 20-21 kunda ustanovkalarni o'zgartirsa bo'ladi. Shu sababli mutaxassis bilan birga, diplomirованный psixolog bilan birga 20 kunni o'zingizni hayotingizdagi hamma jabhada 20 kunni birga korreksiya qilib, birga o'sishi, birga rivojlanish xohlagan va eng muhimi buni ilmiy nazariy asoslar bilan, qayoqdagi oldi qochdi gaplar bilan emas va eng muhimi amaliyotlar bilan olib borish xohlagan insonlarni men taklif qilaman. Yosh masalasiga keladigan bo'lsak, 16-18, asosan 18 yoshdan cheksiz 18 yoshdan yuqori bo'lgan barcha ayol qizlarga men bu kursni tavsiya qilaman. Bu kurs faqat ayollar uchun, bolalar uchun emas. O'zi bilasiz, men auditoriyam asosan ayollardan iborat. Deyarli men faqat ayollar va bolalar bilan ishlayman. Xo'p. Demak, sizni kutaman. Ishoning, mana bizdagi barokatli 20 kun marafoni seriya tartibda davom etyapti. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi potoklarda ham o'ziga xos dasturlar bilan ishlaniladi va har bitta dasturni o'zini sizga beradigan vazifalari, yo'llanmalari, ko'rsatmalari bor. Agar siz marafon doirasida berilgan vazifalarni bajarib borsangiz, hech qanaqangi o'sha boshqa yo'l yo'q. Siz natijaga chiqmasligingizni ilojisi yo'q. Agar siz marafon yuzasidagi natijalarni birga ishlab o'zingizda amalda qo'llasangiz, faqat shunchaki nazariyani olgan bilanchi sizni hayotingizda natija bo'lishi bu juda ham kam koeffitsiyentni beradi. U yuqori koeffitsiyentni berish uchun men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Mutaxassis bergan vazifalarni vaqtida mutaxassis bilan birga bajarib borishingiz. Bu sizga go'yoki life coaching sistemasini eslatadi. Bilasiz, life coaching nima degani? Life coaching mutaxassis bilan birga 1 oydan 3-4 oygacha bo'lgan muddatda o'zingizni hayotingizni hamma sferasini korreksiya qilish bu life coaching, psixologik life coaching. Xuddi shunaqa. Shu sababli sizga даже life coachingni nima deydi, dasturi bilan juda ham yaqin dasturda 20 kun davomida ishlash imkonini beradigan narsa bu barokatli 20 kun marafoni. Men sizga inshaalloh aniqlik bilan ayta olamanki, agar siz marafon doirasidagi barcha vazifani bajarsangiz, siz natijaga chiqmasdan iloji yo'q. Chunki marafon doirasidagi barcha vazifalar bundan oldin juda ko'plab insonlarga, yuzlab insonlarga yordam bergan. U o'zimning shaxsan amaliyotim. Va ko'pincha davom etaman. Agar siz biron bir coach, biron bir psixolog, biron bir motivator tanlarkansiz, oldin o'sha inson berayotgan nazariyani, o'sha siz borayotgan trener, master, mutaxassis, coach amalda qo'llaganmi? E'tibor bering.
o'zi amalda o'zi nazariyasini qo'llay olmagan odam sizga amaliyotda uni qo'llashga yo'llanma bera olmaydi. Chunki amaliyot joyida, qarang, nazariyani sizga hamma narsa bera oladi. Kitobam, daftarim, mana hozir Xudoga shukr Google portlab ketadi ma'lumot bazasidan. To'g'rimi? To'g'ri. Nega shunday ham insonlar psixologlar, coachlarga, trenerlarga, masterlarga murojaat qilishadi? Chunki amaliyot yo'q. U yoqda faqat siz nazariyani topa olasiz. Amaliyot mutaxassis bilan birga bo'ladigan jarayon. Shu sababli men tavsiya qilgan bo'lardim. 5-sentyabrdan start oladigan marafonimizda sizni hammangizni kutib qolaman. To'lov masalalari bo'yicha direktdan murojaat qilasiz. Xo'p, darslarimiz bizda eng muhimi onlayn tartibda jonli bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz boshqa kurslarda o'qigan bo'lsangiz, ko'rgansiz, sizga misol uchun zapislar berilgan, oldindan yozib qo'yilgan ma'lum bir vazifalar berilgan. Bizning dasturimizda, bizning marafonimizda sizga hammasi jonli tartibda boradi. Ya'ni siz Zoom platformasi orqali bizni ko'rib, savollaringizni berib, jonli tarzda, xuddiki onlayn tartibdagi mana institutda borayotgan jonli dars kabisiz meni ko'rib savollaringizni berasiz. Shunchaki faqat onlayn tartibda. Nega endi onlayn tartibda deydigan bo'lsangiz, to'g'ri, offlayn tartibda ham treninglarimiz bor. Onlayn tartibda bo'lishini sababi bizda faqatgina O'zbekistonda emas, Xudoga shukr, juda ham chet mamlakatlarda bizni ishtirokchilarimiz, mijozlarimiz ko'p. Shu sababdan uni onlayn tartibda jonli bo'lishi bu hammaga manfaatli, bizga-da, chet eldagi hamyurtlarimizga-da. Shu sababli biz uni onlayn tartibda jonli qilganmiz. Darslarimiz Zoom platformasi orqali olib boriladi. Sizga zapislar beriladi. Va zapislar bu sizniki, sizning haqqingiz, u sizda qoladi. Sizni xohlagan vaqtingizda kirib, nimadir sizni qiziqtirgan savolingiz bo'lganda, siz uni bemalol ko'ra olasiz. Chunki ko'pincha bizda o'qib chiqqan ishtirokchilarimiz aytadi, "Sitorova, siz bilan ishlab bo'lganimizdan keyin hayotimizda biron bir vaziyat yuzaga kelsa, biz darrov sizni zapislaringizni ochamiz-da, ayni o'sha darsimizni topib, o'sha darsdan biz javob qidiramiz. Ishonasizmi, xuddiki biz siz bilan hali ham ishlayotgandaymiz" degan bizga odzivlarni qoldirishadi. Keling, birga ishlang, birga biz bilan o'zgaring. Inshaalloh Xudo xolisa chiroyli natijalarni, o'zini hayotdagi muammolariga endi stop deb nuqta qo'yish xohlagan, turmush o'rtog'i bilan konfliktlarini chiroyli yechimini topishni xohlagan, o'zini hayotda mazmun yo'qotib qo'ygan insonlar, aynan o'zini hayotini mazmuni, maqsadini to'g'ri qo'yish xohlagan insonlarga biz tavsiya qilamiz va sizni kutamiz. 5-sentyabrdan birga boshlaymiz. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling, salomat bo'ling.